Bir qaraganda o'zimizdan chiqqan 12 larga o'xshaydi, lekin vaholanki ulardan emas. Sababi buni injektori boshqacha ekan, turbinasi ham birli turbina ekan, 1-2 turbina emas. Endi sizlar bilan birga guvoh bo'lamiz, propandan test drive qilamiz. Mashinani o'ziga xos ravishda propan qo'ydik. Endi qanday yuraylikchi, qolgan 12larga qaraganda tezligi bilan qanday farq qiladi va propanni qanday his qiladi. Birga guvoh bo'lamiz. Saloni ham ozroq farq qiladi, sababi bu mana bu kulish bilan yuradi. Tablolari ham xuddi ikkinchi pozitsiyalarga, birinchi pozitsiyalarga o'xshagan tablolarga o'xshaydi ekan, lekin vaholanki bu turbinali motor. Endi mashinani tezligini his qilamiz, ya'ni razgomini ko'ramiz. Hozir mashina 100% gazda harakatlanyapti. Benzin qo'shmaydi. Shu turishda hozir 100 dan o'tdi. Kamera yo'q joyida, klientdan ruxsat olgan holatda sinayapmiz. Ko'rib turganlaringizdek bemalol his qilyapti. Meni nazarimda mashina qolgan 12larga qaraganda sal baquvvatroq o'xshadi. Keyin shumka qilmagan bo'lgan holatida ham, o'zini shumkasiz holatida ham mashinadan tashqaridan shovqin kirmayapti. Lekin qandaydir boshqa joyga o'xshadi nazarimda. Aniqroq ma'lumot bilmaganligim uchun biladiganlar iltimos kommentariyada yozib qoldiradigan bo'lsanglar, albatta o'zim uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Gazpro servisga tashrif buyurib, original zapchastlar bilan garantiyali qilib ishlarni bitkazib beramiz. Bizning manzil Asakanjon yo'nalishi Gulshanning yangi yo'lida Mirzo Foto 2 ro'parasida Gazpro servisda.